ertadan beri shu odam tikka yoqqa man qatori ana shu stenkaga yuribdi. Man qatori. Men ha yoshman. Lekin bir narsada musofir yurtga shu odamning duosi ham, masjidga o'qigan duosi ham o'tadi, bir ishsiz amal bo'ladi. Ishoning, men o'sha qo'yilayotgan 1 million rizqimni shu mashina ustiga qo'ying Hoji buva dedim. Hoji buva 42 so'rab turgan joyga Hoji buva menga 1 million bermoqchisiz-a dedim. Ha dedi-da. Eshitdingiz-a? O'sha 1 millionni ham shu mashina ustiga qo'yib so'rang, shu yigit ham musofirchilikka ketyapti ekan dedim. O'zi 2 million mingdan pul qoldi-da. Hoji buvaning qo'lini ushlangda rozi bo'lib bering, shu odam bir duo qiladi. Har narsani pulga o'lchamaylik, do'stlar. Yalang'och ketamiz, pul oddiy qog'ozda. Shuning uchun hammamiz yurimiz, uni yaxshi bilamiz. Lekin bir hurmatsiz bo'lgan narsani, bir aziz qiladigan narsa ham bir duo deydi. Odamlar boki, milliarderlar boki, milliard puli bor, lekin bir duoni ola olmaydi. Milliard pulini bersa ham qayerga sarflashni bilmaydi. Siz bir shu odamga mashina bering, shu har masjidga borganda shu odam bir duo qiladi, shu musofirga ketdi shu mashina egasi, nima bo'lsa ham shuni yo'lini bersin, ishini bersin deb bir duo qilib qo'y. Qo'lni ushlab buvani boki pulini qaytarmaydi. Unday demang, 2 million pul qoldi o'zi, do'stlar. Do'stlar. Bayram borki, ochiq oydin, eshiting, ochiq oydin shu Hoji buva, ochiq oydin chartani yoyganda, menga bering, qo'lni bering. Bunday qattiq bo'lmagan. Shu mashina qaytib kelsa ham boki, men savdo qilib 45 ga olganmanmi? Musof 45 ga bermay ketib, qaytib kelsa ham 45 olmaychidim-da. O'zi savdo o'zi shunday-da, meniki shunday. Bitta guling, mayli Hoji buva. Sizni 43 million pulingiz borligini men yaxshi bilaman. Shu 1 millionni men qo'shib turaman o'zimdan, siz ham qarzmassiz. Borgan paytingiz bu bola bilan bir duo qilib qo'yasiz meni. Osiyo avto jamoasi deb. Olib kelib ham bermang. Men roziman. Duoga qo'shing, 44 million naqd pul bo'ladi. 43 million Hoji buvadan olasiz, 1 million shu odam uchun men beraman. Faqat rozi bo'ling. Barakami? Baraka. Qo'yinglar. Bosing endi buva. Bitta duo bering buva. Bismillahirrohmanirrohim. Assalatu vassalamu alayka ya Rasululloh. Assalatu vassalamu alayka ya Habibulloh. Assalatu vassalamu alayka ya xayrul xalqilloh. Robbim o'zingga hamd va sanolar, Habibingga, do'stingga duo turib salovat qilamiz. Allohumma shu Akmaljonning ham kasb-koriga, umriga, rizqiga, xonadonlariga fayz va barakot. Mana shu ukamizda mana safar ketyapti. Musofir bo'lmay, musulmon bo'lmasligini mana shu safarni bexatar qildi. Yo'llarini ravon, mushkulini oson qildi. Yaxshi tilagan niyatlarga birga ming berdi. Akmaljonning ham mana shu bizga qilgan xayr ihsonlarni Alloh o'zing dargohiga qabul qilib, birga ming berdi. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Bu yaxshi kunlar meni. Bizda yoshga kirib, shunday bo'lsin. Biz ham shu bolalar bilan shu nima deydi, borib ziyorat qilish nasib qilsin. Sizga man 5 mahal duoga barsalar.